7, H16 tarkibi uglevodorning asosiy zanjirida 5 ta uglevod saqlagan izomerlar tarkibidagi 3 ta atom sonini toping. Shu mana necha odamga o'xshagan bir latpangni. Endi demak, asosiy uglevodda 5 uglevod bor. Mana bu necha? Demak, bu. Üçlenmiş 2 tane doğru mu? Yani izomerlarni yazishimiz kerak. Bunda yine 2 bo'ladi. Yine ne? 6 va 2 doğru mu? Demek 1, 2, 3, 4, demek 5. 5 tane uglevod atomi üçlenmiş ekan. Shuning uchun C cevap doğru. İkincisi, glutamin kislota qaysi kasalliklarda ishlatiladi? Biz bilamiz, glutamin bilan glisinol deganmiz, asab kasalliklari. Miya uchun. Demak, oddiy moddalarga xos xususiyatni aniqlamiz. Demak, izotop hodisasi element uchun doğrumu? Keyin bu javob metal va metal emaslarga bo'linadi. To'g'ri javob bo'lishi mumkin. Agar undan ham afzalroq javob bo'lsa, uni belgilaydi. Shu javobni ko'rsang, bir necha xil element atomlari degan. O shu xato. D. Oksidli kislota asos tuzlar bo'linadi. Noto'g'ri. Demak, bu javobda qoldik.